Assalamu alaikum. Neçe vaqtdan yaqin bizning to'rda davomlashayotgan darslerimizda Ashrafjon sizlarga HTML bilan CSS haqida darsni o'tib berdi. U darsda yana azroq o'tlab qo'yilgan yerlar bor ekan. Dars anglayotgan bolalarning ba'zilari endi JavaScriptni yondashtirib o'ssak degan talabni o'tirib qo'yibdi ekan. Shunga darsni tugatmayla JavaScriptni boshlayli deb o'ylashdik. Şuna bugun JavaScript'ning tunji darsini o'tamiz. Endi JavaScript shu tor ko'rgishlarda ijro bo'lgan normal tor bekatning ichida HTML tor bekatning asosiy gavdasini qurish uchun ishlatilsa, CSS tor bekatningki bet yuzini o'rinlashtirish, andan keyin uslub rang diyerini belgilash qatorliq narsalar ishlatilsa, hamda JavaScript tor bekat yuzida erkakchilikni amalga oshirish uchun ishlatildi. Bu JavaScript ilgirki vaqtida asosan shu tor yuzida ishlatiladigan til bo'lg'achqa buni o'yinchiqdek ko'ra farqlanish ko'zga ilmaydi. Keyingi vaqtda Google, Facebook degandek cho'ng shirkatlar bu JavaScriptga jiq mablag'ini selib buni endi tor yuzida programmachilikning o'zi oldi spa, keyin spa deb ikkiga bo'linadi. Oldi spa, keyin spa ichkarisida ishlatiladigan. Undan tashqari yana yanfon app'larini yasaydiganlar, uningga ishlatilib bo'lgan shunaqa holat keltirdi. Şoň buning qo'llanish doirasini keng bo'lg'achqa, hozir endi eng ko'p ishlatiladigan tillardan biriga aylandi. Betning yuzidagi tonishtirish qarasanlarmi, JavaScript dunyodagi eng moda programma tili degan gaplar turdi. Deymizmi unda kunimizda eng ko'p qo'llanadigan programma tillari deganini izlab baqsanglar, shu qatorda, oldin qatorda shu JavaScriptni ko'ralaysizlar. Biz har qanday bir programma tilini icra qilish uchun icra qiladigan bir muhitga ehtiyoj qilamiz. Masalan, Swift'ni icra qilaman desanglar, Xcode'ni qachilishinglar to'g'ri keldi, oldin kompyuterga. Kotlinni icra qilaman desanglar, kompyuterda Android Studio bo'lsa, icra qila olasizlar. Undan keyin Visual Studio degandek andaq programma tuzlash muhitlarida C++, C# degandek andaq programma tillarini icra qila olasizlar. Ya'ni har qanday bir tilni icra qilish uchun shu tilga xos bir programmaning icra bo'ladigan muhitlari lozim bo'ladi. Hamda JavaScript bu jihatda nisbatan icra qilish muhitini hozirlash qulay, boshqa tilga solishtirgan chog'da qulay bir til. Nima uchun degan chog'da bu tor ko'gish browser deb qo'yamiz inglizcha. Tor ko'gishning ko'pinchisi JavaScriptni qo'llaganlik uchun biz tor ko'gishningki o'zining ichiga o'rinlashtirilgan shu qo'l yozma tili yozilgan o'rinda buni yeziblar bevosita ijro qila olamiz. Endi biz Chrome tor ko'gishni ishib qo'ydim men. Sizlarga mana shu Chrome tor ko'gishni ishlatishni tavsiya qilaman. Chrome tor ko'gishda tizimlikka qarasanglar, tizimlikning uchinchisi view degan tizimlikniki belki turkcha bo'lsa, bu turkcha shu faylni sanag'an chog'da 1 2 3 uchinchi tizimlik endi soldan uchinchi tizimlikni asanlar bo'ldi, boshqa tilda ishlatayotganlar. Shuni ochgandan keyin eng ostida inglizcha developer deb bor, turkchada geliştiriciler. Bu tarmoq tizimlikka kirsanglar, tarmoq tizimlikda developer tools deb bir narsa bor yoki ishlatuvchi qurollar. Endi mishani bossanglar, bu JavaScriptni biz sinaydigan narsa shundan uchun ochqili bo'ldi Chrome tor ko'gishda. Yoki oddiy usul, mayli Chrome bo'lsin, Safari bo'lsin yoki boshqa tor ko'gishlarda mayli bir tor bekatni ochgandan keyin o'ng chekib, eng ostidagi inspect yoki kuzatish degan narsani tanlasanglar, bu yerdanqi
Aç köznekning o'zi ichiladi. Men mani cho'ng aytib qo'yganligim uchun bu mundaq chiqdi. Sizning ekraningizda bu mundaq taralib chiqadi dastlabda. Buni mundaq kengaytsanglar bo'ldi. O'zinglar. Kengaytgandan keyin endi bu yerda üst tarafga qarasanglar tablar bor. Elements deydi, console deydi, source deydi, network deydi. Bizning endi Java sinash uchun ishlatadigan tabkimiz console degan tabga. Console degan tabga. Endi console degan tabkani bosgandan keyin bu yerda bir ko'znak ichiradi. Bu yerga biz JavaScript kodni yozib sinay olamiz. Tunji bu bizniki console log degan buyruqni yozib, buning ichiga nima yozsak, shu narsani beshib chiqaradigan shunaqa bir buyruq bu. Console log deb buning ichiga tunji programmamiz bo'lgan ekan, masalan, bismillah deb yozaylik. Yozib enterni ursak, astidagi qurg'a bismillah degan xat besildi. Demak, endi bu JavaScriptning bir kodini biz hech qanday bir narsa qashlamayla kompyuterimizningki mush Chrome to'rgog'ining ichida ijro qilib sinab baqdik. Chrome to'rgog'ini ishlatayotganlar mush bitdi sinab baqsanglar bo'ladi. HTML, CSS darsiga qatnashayotganlar normalda Visual Studio Code ishlatsa, Visual Studio Codening ichida sinasak bo'ladi. Visual Studio Codening ichida sinashni men tonishtiraman. Hamda programmalash tillarining har qanday bilan tonishda birinchi qadam shu programmalash tillaridagi sonliq ma'lumot tillari bilan tonishishdan boshlanadi. Sonliq ma'lumot tiplari degan nima desanglar, bizningki programmaning ichida ishlatiladigan sonliq ma'lumotlar ba'zilari tekst bo'ladi, ba'zilari son bo'ladi. Hamda yana ba'zilari bu inglizchada true false deymiz, uyg'urchada rost yolg'on degandek shunday holatni belgilash uchun yana ba'zi sonliq ma'lumot tiplari bo'ladi. Buni boolean tiplik deymiz. Shunday sonliq ma'lumot tiplariningki har qaysi programmalash tillarining ichida ishlatish usullari, uni izolash usullari farqli bo'ladi. Endi biz JavaScriptning ichidagi bu sonliq ma'lumot tiplari bilan tanishib boqaylik. Bu tizimlikningki variable deganni assanglar. Buningda sonliq ma'lumot tiplarini izolashninki bir qancha xil shakllari tanishtirilgan. Variable degan o'zgarguvchi degan gap. O'zgarguvchi. Endi o'zgarguvchi degan hukm biz programmalash tillarining ichida ishlatadigan sonliq ma'lumotlarni normalda masalan bir tal ism deylik, birisining ismi. Uni bevosita ishlatmasdan u ismning o'zini ma'lum bir o'zgarguvchi yo'llab qo'yib, keyin takror foydalanish uchun bunda ishlatishni bu o'zgarguvchi izolash deymiz. Endi o'zgarguvchi izolashning ma'nosini qarasanglar, bu yerda birisi var bilan izolash, ikkinchisi let bilan izolash, uchinchisi const bilan izolash deb 3 xil izolash turini tanishtiribdi. Endi ilgirki vaqtlarda JavaScriptda shu var ishlatilibdi. Keyingi yangi nashrlarda letni ishlatishni tashabbus qildik ekan. Shunga biz darslarimizda sonliq ma'lumot tiplarini izolagan vaqtimizda shu letni qo'llanamiz. Qaranglar. Birinchi misol qarab baqsak, buningda x tang 5 var, y tang 6 var, z tang x qo'shimiz y degandek bundaq bir qancha o'zgarguvchini izolabdi. Endi biz mana kod yozgan yerimizga shu yozib boqaylik.
Varning o'rniga letni ishlatib ko'raylik. Let x'dan 5 deydik. X'dan 5. Endi mana x'dan 5 degandan keyin biz bu yerdan konsol log deb bir narsa belgilangan. Konsol log deganning ichiga nim bassanglar shuning o'zini besib turibdi. Endi uni besish uchun undaq pechning ichiga olsanglar shu narsaning o'zini o'zgartmay besib turdi. Endi men bu yerda x ni bas desam, qarasanglar biz ma x ni 5 deb izolaganligimiz uchun bu yerda konsol log x desam bu yerda 5 ni chiqarib berdi. Demak, mana x degan narsaga biz 5 degan qiymatni berdik. Andan keyin x ni besib ber desak, bizga shu x ning qiymati bo'lgan 5 ni besib turdi. Shoma o'zgarguvchi izolash let deganni berib, bo'sh o'rin qo'yamiz, o'zgarguvchining ismini beramiz. Ismini bergandan keyin buningga tanglik belgisi qo'yib, yo'llamoqchi bo'lgan qiymatni beramiz. Bu yerda programlash tillarida tanglik belgisi normal bizningki matematika o'rgangan tanglik belgimiz bilan ishlatilishi o'xshamaydi. Qanday o'xshamaydi desanglar, masalan matematikada x'dan x qo'shimiz 1 degan gap mana xato ifoda bo'ldi-ku. Chunki x bilan x ga 1 qo'shilgan qiymat teng bo'lmaydiganligi uchun bu matematikada qabul qilinmaydigan tenglik. Ammo bu tenglik belgisi programlash tillarida qiymat yo'llash uchun qo'llanilganligi uchun bu tenglik belgisining o'ng tarafidagi ifodani yoki qiymatni sol tarafiga yo'llab turdi. Sol tarafiga yo'llab bersa, endi mana kodning natijasi qanday bo'ldi deb o'ylasak biz bu o'ng tarafdagi qiymat hozir x ning navbatdagi qiymati 5 da 5 ga 1 ni qo'shsam 6 bo'ldi. Ondan sol tarafdagi x ga bu 6 degan qiymatni yo'llab berdi degan gap. Shunga endi uni yo'llagandan keyin qarasanglar, bu yerda x ning qiymati 6 ga o'zgardi. Endi x'dan x qo'shimiz 3 desa 9 o'zgardi. Qanday bo'ladi desanglar, dastlabda biz izolab qo'ygan paytimiz x ning qiymati keyinroq o'zgartganimiz bo'yicha o'zgarib menyapti. Dastlabda biz 5 degan bilan boshlagan qiymatni. Andan keyin buning qiymatini qo'shib bersak, buning qiymati o'zgaryapti. O'xshashda biz masalan x'dan x olamiz 8 desak, bu elish belgisimi ishlaydi. Bu aloqa o'tirdikini matematik tenglik belgisi emas, qiymat yo'llash belgisi deb tushunsanglar bo'ldi. Endi bu shaklda qiymat yo'llansa, o'ng tarafdagi qiymatni sol tarafga yo'llab berdi deb tushunsanglar bo'ldi. Endi matematik ifodalarni yozsanglar, masalan 2 qo'shimiz 2 deb qilsanglar, uning natijasini chiqarib turadi. 2 baytimiz 2 desak, masalan 4 buni bo'lsak 3 ga 4 ni 3 ga bo'lganda qiymatni chiqarib berdi. Ashunday buni yozsanglar, mana sizga ishlab berdi. Shunga mana bir qatim biz x ning qiymatini izolash uchun let deganni ishlatdik. Ammo keyingilarga qiymat yo'llaydigan narsani ishlataverdik. Chunki boshda x ni biz izolab bo'lganligimiz uchun qolganlarda undaq tekrar izolashimizning hojati yo'q. Endi sizlar mana o'zinglar o'zgaruvchidan birga bir sonni yo'llab, shuning qiymatlarini o'zgartirishni bir mashq qilib taqinglar. Biz hozir o'zgarguvchidan birini izolashni o'rgandik. Endi o'zgarguvchiga ism qo'yishda programlash tillarida shunaq har qaysi programlash tillarida uningga o'zgarguvchini izolash uchun o'zgarguvchiga ism qo'ydiganda o'zining bir cheklamalar bo'ladi. Endi bu cheklamalar nimalar desanglar, birinchisi shu programlash tilining ichida ishlatiladigan so'zlarni. Endi buni preserved words deydi yoki shu programlash tilining ichida mavjud bo'lgan buyruqlar ishlatiladigan
shundaq shu program seçtilik xas bo'lgan so'zli bo'lsa, uni o'zgaruvchi ism qilib ishlatib bo'lmaydi. Buni ishlatilmaymiz. Bu birinchi qoida. Buni ishida tushunalaysizlar. Ma WSQL'ning ichida JavaScript'ni sinamoqchi bo'lsanglar, buni script deb o'sha ikki narsaning ichida sinasanglar bo'ldi. Masalan, bu HTML dastlab sizlarda HTML o'rgangan, HTMLning ichidagi body'ning ichidagi boshqa narsalarni yuvayotgandan keyin script degan narsani shu yerga qo'yib endi buning ichida boyatimiz biz yozgan kodni men yozib qo'yayman. Let keytang 31 deb yozdim. Andan keyin document write key dedim. Bu HTML widget'ning ichida hozir bu document write desanglar, HTMLning yuzida sizlar shu qaysi narsani besib chiqarmoqchi bo'lsanglar, shuni HTMLning ustida sizga ko'rsatib beradi. Endi men buni kun soniya deb o'zgartgan bo'lsam, men past ishlatgan vaqtimda kun soniya deb ishlatishim to'g'ri keladi. Bunda ishlatsam, natijada o'xshash. Lekin biriga qarasam, buning nima ishlatilganligini aniq bila olmayman. Yana birisiga qarasam, u aniq emas. Shunga ma'lum bir tal harf bilan o'zgaruvchiga bunda ism qo'yib mengish nisbatan bunda yaxshi emas. Programmachilikda tashabbus qilmaydi. Shunga birinchisi programma tuzash tilining ichida bor bo'lgan so'zliklarni ishlasak bo'lmaydi ekan deb bilib olsanglar, ikkinchisiga bundaq ma'nilik ism qo'ysam bo'ldi ekan deb uqib olsanglar bo'ldi. Men yozib qo'yay. Eslatib qo'yay. Birinchisi tilda mavjud. Shu JavaScript deganda mavjud bo'lgan so'zlarni ishlatishga bo'lmaydi. Ikkinchisi ma'nilik ism qo'yish kerak. Bo'ldi. Endi uchinchisi bizningki o'zgaruvchi ismlarning o'tirisida bo'sh o'rin bo'lmaydi. Bo'sh o'rin bo'lmaslik kerak. Deb shunisiga yozib qo'yay. Endi bo'sh o'rin masalasini biz sinab boqaylik. Men kun soniya deb o'tirda bo'sh o'rin qo'ymay qo'yib boqqandim. Endi buni kun soniya deb bunda holatda berib boqay. Berib, miyadimi kun soniya deb bunda ishlatib boqaylik. İşletsek bu narsa chiqmaydi. Nima ishga desanglar, JavaScript buni to'g'ri Shunga bo'sh o'rin, andan keyin o'tiris ziq degandek narsani JavaScript o'zgaruvchi ismi ichida ishlatishga yo'l qo'ymaydi. Shunga bo'sh o'rindan saqlanishimiz kerak. Bo'sh o'rin ishlatishga bo'lmaydi. O'zgaruvchi ismlarning ichida bo'sh o'rin siziqcha deb siziqchani qo'shib qo'yay. Siziqcha. Mana shu narsani ishlatmaymiz. Endi qo'sh so'zlar bo'lib qolsa, shuning uchun qo'sh so'zni o'zgaruvchi ism qilib ishlatmoqchi bo'lsak, 5ni kichik yozib, andan keyin u so'zning ichida uchraydigan ikkinchi so'zni cho'ng harf bilan boshlab, shunday farqlantiramiz. Kun S'ni cho'ng yozamiz, kun soniya deb bunday holatda yapmamiz. Buni programmachilikda camel case deb qo'ydi. Camel case'ga tuguning lokusiga o'xshash. Bunda o'rkash holatda ism qo'yish deb. Masalan, 3 harfli ko'p qolsa, kun son
Bu oydagi kun soniya desanglar, masalan, bundaq bir o'zgaruvchi ism qo'yadigan bo'lsanglar, 3-4 so'z bilan. Uningdimi har bir so'zdan keyin yangi so'z boshlangan vaqtda shu yangi so'zni cho'ng harf bilan boshlab bundaq yozsanglar, bu o'qilishchanligi yaxshi bo'ladi. Andan JavaScriptning qo'ygan talbigimi tushadigan o'zgaruvchi imzolash usuli bo'ladi. Endi mana WC Calls deganning o'zini ochib, tor bekatni ochib sizlar. Tor bekatning ichida JS deb qo'ysanglar, JavaScript pabbetga kiralaysizlar. Ashning ichida biz mana yozgan kodni yozib bir sinab yiqinglar. Bir tal o'zgaruvchi imzolanglar, andan keyin shu o'zgaruvchini besib chiqarib taqsanglar bo'ldi. HTMLning ichida. JavaScriptni yozishda HTMLning ichida body'ning ichiga script deb bir ochsizlar, andan keyin script deb buni bir taqaysizlar, ikkisining o'tirg'a JavaScript kodni yozsizlar. Mana bu yerdan taqamayaptimi? Mana bu vosita yozsanglar to'nimaydi. Script degan narsa bo'lmaganda xatolar chiqadi. Shunga script bu burungi vaqtda VBScript, JavaScript deb bir qancha xil tillar ishlatildi. Hozir asosan JavaScript ishlatildi. JavaScript degan ichiga alohida tilni izohlamasanglar, o'sha JavaScript degan deb to'niydi. Shu diqqat qiladigan yana bir nuqta, o'zgaruvchi ism qo'ygan vaqtda u nima bo'lmasligi kerak? 5i son bo'lmasligi kerak. Jazmay arifdan boshlanishi kerak. Endi biz mana bayatning yoqi mashq ishlagan vaqtimizda faqat sonlam yo'llab boqdik. Endi biz harf yoki harf chiziqi string deydi inglizchada. Ma tekstni yo'llamoqchi bo'lsak qanday qilamiz desanglar, tekst masalan ism tekst yo'llamoqchi bo'lsak, ism dan tekstni bundaq taqtash yoki qo'shbash shuni ichiga olsak bo'ldi. Ismni mega masalan JavaScript deb yozdim. JavaScript deb yozgandan keyin endi ma document write deb ismni besib boqaylik. Bossak JavaScript yana besib berdi. Demak, tekst yo'llamoqchi bo'lsak, tekst yo'llagandan son yo'llagandan bir farqi u bundaq qo'shbashning ichida bo'lishi kerak. Qo'shbashga olmasanglar chataq chiqadi, xatolik chiqadi. Masalan, bundaq yo'llag'ili bo'lmaydi tekstni. Tekst yo'llagan vaqtimizda qo'shbash ishlatamiz. Visual Studio Code'ni sinash uchun sizlarga kodni shu vaqtning o'zida ijro qiladigan qistirmadan birini qashlagan naqshan hammanglar. O qistirmani qashlamaganlar Visual Studio Code'ni qo'zg'atib bo'lgandan keyin mana bu qistirma qashlaydigan yerim shu. Ya'ni besib buning ichiga mana bu live server deb bossanglar, biz kodni yozishimiz bilan natijasini yan tarafda browserda ko'radigan qila olamiz. Mana Visual Studio Code'ni HTML ni mashq qilgan vaqtingizda buni sizlar qashlagan, qashlamaganlar bu usulda qashlab olsanglar bo'ldi. Burungi dars qatnashmaganlar. Bu qistirma live server degan qistirma qashlanib bo'lgandan keyin mana Visual Studio Code'ni qayta ochamiz. Qayta ochgandan keyin ishlatgili bo'ldi. Endi Java'ning mashqlarini ishlash uchun sizlar shu kompyuterning qolgan yeriga o'zingizlar tez topib oladigan yoki ustalingizga qursangiz mayli yoki CD skaneriga, DVD skaneriga qolgan yerga widget xaltasini birini quringlar. Widget xaltasini qurib, uning ismini JS deb o'zgartinglar. JS deb ismini o'zgartib bo'lgandan keyin
Mao JS deb qurgan mundarjanның özüne Visual Studio Code'ның içine söylep ekirsaňlar. Söylep ekirgenden keyin hazırkı matallan näse ama JS digen näse şundaq talalı qalat çıkıdı. JS dep mundarjy kurdum. Bunu manaça söylep ekirdim. Söylep ekirip bolgandan keyin endi bu yerge biz sınaq üçün HTML widgetden birini quraylı. HTML widget kuruş üçün bu yerde ma soldan birinci konupkany bassak ýeňe widget goýuly boldy. Ýeňe widgetniň ismini index html dep html widget kuray. HTML-ni kuruş üçün ma index belgisinden birini goýupla tabni bassaňlar HTML kodunu şekillendirip turdy go Visual Studio Code. Visual Studio Code'da mındaq HTML widgetden birini şekillendirip bilaňlar başta. Şekillendirip bolgandan keyin bunu saklı biteydi. Saklap bolgandan keyin abiýatymyzda AWS SQL'da köýgenimizdek body diýeniň işige script dep ýazsak andan keyin bu script oturga şu kodlarymyzy ýazyp meşk kılsak boldy. Endi baýatynky misalyň özüne men bu ýerde ýazyp bakaý let ismde JavaScript. Bu ýerde özgerişiň ismini isim dep goýsaňlar boldy, name dep goýsaňlar boldy, ýa kandak näse goýsaňlar özüňiň işi, halanç goýalasizler. Actual document write dep isim diýmiz. Ondan çeklik taş goýýtymyz keýnige. Kodunu ýazyp boldum. Endi bunu ijra kılış üçün oň çekip index HTML widgetini birincisini tanlasak aş aktif holatda nähmeden sınıgly boldugan boldy. Men bunu bir ýerde goýup goýup turay. Hemde kodumyzny kandak özgertsek kodunyň netijesi ama şu oň tarapdaki ma köznekde çykydigan boldy hazır. Mesela isim diýende men özümniň isymy özgertip bakaý diýdim, Murat özgertip bersem. Bunu saklagandan keyin ma bu Murat özgertip esip çykkan näse. Endi Visual Studio Code'nyň içinde JavaScript'ni synaşyň usuly HTML widgetniň içige scriptni ýazyp şunak synaş scriptniň orny andan onu bilip alsaňlar boldy. İki ýerde bos boldy. Birisi bodyny açdy bos boldy. İkinji birisi head'ni açdy bos boldy. Head'ni açyp goýsaňlarmy netije okşaş. Mesela men normal ijra boldum o dep. Ders dep özgertip saklap bakaý. Okşaşly ijra boldy. Yani script bölükini halysaňlar head'ni açyp goýanlar, halysaňlar bodyny açyp goýanlar. Lekin teşebbüs kıldygyny bodyny açyp goýaş. Nimişke diýsaňlar, ma HTML-ni açyp bodyny açyp nurgun bir näsler bolsa, mesela ma kösdigan tekstler HTML-niň mezmunlary. Mesela şunak da ýazyp goýaým many. Kösdigan özüniň HTML-niň mezmunlary bar. Bu mezmunlaryň en astyga scriptni ýazsak, awal mezmunlyny kösüp bolgandan keyin script ijra bolady. Bunda bolgan çagda tor beketiniň ejilişi işletgiçilige, yani tez ejilgandek täsir berdi. Eger biz head'niň ornuga, head'niň içige scriptni ýazyp goýsak, awal scriptni ijra kılıp, andan keyin bizden tor beketimizni kösetkenligi, tor betimizni kösetkenligi üçin script ijra bolup bolgunça, eger script sel mürekkep scriptli bolsa, işletgiçi tor beket akalet çykyp, derhal mezmun görünmey, işletgiçini nisbeten zeriktirip goýdygan iş çykydy şuňa.
ikki o'rinninki tashabbus qiladigan o'rin shu body deganning ichiga qo'ysanglar bo'ldi skript deganni.